hozir dada cho'milgani boraylik, cho'miltiring desa, ana bolangizga 400 mingga basseyn gaplashasiz. Shapka, ko'ziga ochki, qulog'iga quloqchin, burunchen, og'izchin. Bizni yoshligimizda eslaylar, dada cho'milgani olib boring, siz katta loyqa suv, ko'lmay zo'r suyilonlar yuradi mana qilib. Buni tagini hech kim bilmaydi. Cho'milmoqchimi deng o'g'lim? Mana shu yerda. Bu suzishni biladimi? Hech kim diqqat. Dada shuni otib qo'yib, nosik, ana nima bo'ldi? Traktor-ku. Daraxt tomirini ushlab, bir narsa qilib chiqqas. Hozirgilar basseyndan chiqqandan keyin banni xalatga o'rab, shamponlab, yuvib, qurit ungacha kiyimi kir mashinada yuviladi. Bizni paytda kir mashina bormi? Ana suvdan zo'rg'a o'lim bilan olib chiqasizda keyin